E'tibor bering qizlar, yelkada, bokovoyda, belida hech qanaqa vitichkalar solinmagan. Vitichkalarsiz ham proymalarida ortiqcha haqlarsiz yopishgan dropovkali fasonni o'rganish xohlovchi qizlarimiz uchun bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman va videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Bu fasonni chiqarish uchun siz o'zingiz foydalanadigan asosan dozani xuddi shu tartibda belgacha variantini qirqib olasiz va birinchi qiladigan ishimiz biz yelka vitichkalarini yopib bokovoyga ko'chirib olamiz. Yelkalarni esa tekislab olamiz. Mana yelkalarni yopib oldik. Yana endi oldi bo'yin kengligini kengaytirib olamiz. Buning uchun ikkiga buklagan holda yelkalarni tekislab qo'yib olamiz. Yelkalarni tekislab qo'yib olib, bo'ynidan 2 sm topib olamiz va bo'yin kengligini kengaytirib olamiz. Hop, endi buni qirqib buni ochib olgan holatda yelkalarni o'rtasini topib olasiz. Endi mana shu nuqta bilan ko'krak markaziga to'g'ri chiziq tortasiz. Hop, ana endi bel vitichkani yopamiz, ko'krak vitichkani yopamiz. Ikkalasidagi haqni mana shu liniyaga ko'chirib beramiz. Hop, endi bu liniyani qirqib olamiz. Mana qirqib oldik. Endi ko'krakni vitichkasini yopib bu tarafga ko'chirib beramiz. Mana ochib berdik. Endi ko'krak markazi bilan bu vitichkamizdan 2-3 sm o'tgan holatda chiziq tortib olamiz. Bu vitichkamizdan 2 sm o'tib ko'krak markazi bilan tutashtiramiz, ya'ni ikkinchi ko'krak markazi bilan. Mana tutashtirib oldim. Ana endi bel vitichkani yopaman, ko'krak vitichkani yopaman. Bu yerdagi haqlarni mana bu liniyaga ko'chirib beraman.
belvetichkani yopib ko'krak vetichkasini ham yopib mana bu tarafga ko'chirib berdim. Ana endi mana shu joydan 6 sm tashlaymiz va ikkinchi chizig'imizda esa 8 sm tashlaymiz. Proymadan pastga 3 sm tushamiz. Bu 3 sm-dan so'ng 5 sm tushamiz. Buni albatta yozib qo'ying. Endi bu topib olgan nuqtalarimizni tutashtirib qo'yamiz. Chizib oldik. Endi bularni kesib olamiz. Oxirini uzib yubormaysiz. Mana kesib oldik. Ana endi bu oralarini ochib olamiz. Ana endi bu joylarni 5 sm-dan ochib chiqamiz. Xo'p, yopishtirib oldik. Endi bu skladkalarimizni taxlab chiqamiz. Taxlab oldim. Endi belini qirqib olamiz. Mana qirqib oldik. Endi yelka qismini ham taxlab olamiz va yelkasini ham qirqib olamiz. Mana yelkani ham qirqib oldik. Hop, ana endi yelkasini mana shu qismiga qirqim berib qo'yamiz. Shu holatda. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni matoga qo'yib, atrofiga 1 sm-dan chak haqlarni berib chiqamiz. Matoni uzunasiga joylab olasiz va andozangizni dalavoy liniyasini topib olgan bo'lishingiz kerak. Matoni uzunasiga to'g'ri bo'lib tushishi kerak. Mana shu tartibda qo'yib olasiz. Atrofiga 1 sm-dan chok haqqi berib chiqamiz. Buning uchun andozamizni matoga bulavkalab olishimiz kerak. Ko'rishingiz mumkin qizlar, atrofiga 1 sm-dan aylantirib chok haqqi berib oldim. Endi buni chok haqqilaridan qirqib olaman. Mana tayyor qilib matoyimizdan bichib oldik. Ana endi bulavkalarni olib tikishga o'tamiz. Qizlar, bu katta qog'ozda ishlangani, bunisi esa masshtabnidan foydalanib shu tartibda ishlaysizlar. Mana bu kichkinasi, bu kattasi. Skladkalarni tikib olamiz.